Voy qizlar, tabriklayman. Yaqin akalarimdan bittasi menga iPhone 17 Pro Max sovg'a qildilar. Bu zo'r edi ekan. Aka! Ani o'qishda bunday hisoblab charchab ketdim-da, shunga bitta iPhone 17 abring. Nima? Yaqay bitta kankiladir abring. O'tganni o'rniga o'tin qo'raman hozir, ber aka. Chigon, yaqin akam Baliga olib boryaptilar. Sani ham olardik. Lekin akamgilar hech kim bilmasin dedilar-da. Voy, ana aka, mana aka, tarbiya bergan otangizga rahmat. Qizlarni tutingan akalar Baliga olib boryapti. Meni radniy akalarni Baliqqa ham olib bormaydi. Hozir kichkina akam oldiga boraman. Ya radaning alamat yana radarda qolib ketdi-ku. Endi bunga pulni qayerdan topaman? Radnoy, Baliga boring. Bali, qumlarda jotib quyoshga toblanib davomoqchiman-da. Ya sen turqdan oting, undan ko'ra bir tayin joyda ishla. Tabriklasanglar bo'ladi. O'rtoqlar 14-yanvarga yaqin akalarimdan biri menga mashina sovg'a qildi. Bu qizda akasi yo'q edi-ku. Ani yuzlariga sertechka qo'yardim-ku. Bekitib tutingan akam. O'shalar podarka qildilar-da. Endi 8-martga gelik olib bermoqchi ekanlar. Qizlar qancha chiroyli bo'lsa, akalar shuncha mehribon bo'ladi. Akalar betini ham ko'rsatmaydi. Bu ham bir qanday hurmat bo'lsa kerak-da. Bu qizlar bu sovg'alar uchun nima karomat ko'rsatdi ekan-e? Sal sivilizovanniy bo'lingizlar. Odamlar akalar telefon abrayapti, gelik abrayapti. Ikkovlaringiz bitta gelik abrayapsizlar. Kaktaki. Qarama, o'z bolta bilan yo'lga solaman. Men lapatka bilan kallasiga solaman. Ber aka. La, nimani noto'g'ri qilyapman-e? Qizlarni tutingan akalar telefon, mosin, uy padriga qilyapti. Meni radniy akalarim nima padriga qilmaydi. Onalarini ko'rsin, bir xil qizlarga o'xshab akachalardan sovg'a olishsin. Nima qilish kerak o'zi?